Salom obunachilar. Bugun sizlar bilan Square Legacy o'yinini o'ynaymiz. Kecha 1 va 2 qismini chiqarib edim. Bugun 2 va 3 va 4 da chiqaraman. Endi shunday bo'lib qoldi-da. Qarolsin. Xo'rlaymiz. Mod bilan xo'rlaymiz. Keyingi bu tugagandan keyin bundan Towerment modidan o'ynaymiz. Hammasini yutib ko'ramiz. Insane. Ha bu ham insane. Endi o'rgatish qolmaydi bizga. Qani ketdik. Qaranglar bolalar. Saldik bularni ham. 1 minutda yutdik. Yarim minutda ham yutgan onalarim bo'lgan. O'yinni yutgan kunlarim bo'lgan. Yaxshi. Hamma narsamiz bor, 100-200 tadan pulchiliksiz. Bolalar agar bu o'yinni agar bunday mod kerak bo'lsa sizlarga, men keyingi buni o'ynab bo'lgandan keyin chiqaraman. Googledan tortiladi bu narsa. Bu mod sizlarga kerak bo'lsa, mana shundan keyin ana tugatamiz. O'zim juda tez o'tib ketyapti-da vaqt. Bo'lmasam o'zimni xo'rlab ko'raman bularni. Xo'rlab. Bu mana unga umuman ta'sir qilmaydi-da, Kayriga. Bunday qilsanglar ham baribir unga ta'sir qilmaydi. Basharang bo'lsin sen. Nima yaramas. Sen nima chiqardim? Kayni kattartirilgan varianti. Otilib ketdi. Befoyda. Bechorani qiynamanglar, nima qilasizlar? So'qiymiz davay. Ana chiqishdi. İki metre nariroqqa otyapman. Qolganini o'zlariga qo'yib beraman. Bolalar bitta shot olishni uraveraymi? Yo'q bolalar. Mayli do'stlar, bugungi videoni shu yerga kelib to'xtatamiz.
Mayli, hammaga omonlik, sog'lik. Xayr bo'lar. Like va obuna esdan chiqmasin iltimos.